Ovqat nafaqat mazali, balki foydali ham bo'lishi kerak. Buni hamma biladi. Shuning uchun bugungi kunda sog'lom ovqatlanish mavzusi juda dolzarbdir. Biz sizga miya uchun eng foydali mahsulotlar haqida ma'lumot beramiz. Birinchidan, fasol va boshqa dukkakli ekinlar. Ular tarkibida biriktiruvchi to'qima qon tarkibidagi glyukoza va qand miqdorini me'yorda bo'lishini ta'minlaydigan moddalar juda ko'p. Glyukozani miyaning yoqilg'isi deyish mumkin. Ikkinchidan, qora shokolad. Shokolad tarkibida charchoqni qoldiruvchi va kayfiyatni ko'taruvchi moddalar mavjud. Qora shokolad tarkibidagi endorfin, ya'ni baxt gormonining ko'payishini rag'batlantiradi. Bosh miyadagi xursandchilik markaziga ijobiy ta'sir o'tkazadi. Organizm faolligini bir me'yorda ushlab turadi. Shokolad qarish jarayonini sekinlashtirishga yordam beradi. Qora shokolad erkaklarda yurak infarkti yuzaga kelishini 17% ga qisqartiradi. Uchinchidan, yong'oq. Yong'oq tarkibida B1, B2 vitaminlari, karotin, oshlovchi moddalar, efir moyi, biriktiruvchi to'qimalar, temir va kobalt tuzlari, rux moddasi mavjud. Qadimgi Yunon tarixchisi Gerodot ham yong'oq aqliy faoliyatga ijobiy ta'sir etadi deb yozadi. Bundan tashqari, yong'oqlar foliy kislotasi va kalsiyning manbai hisoblanadi. To'rtinchidan, baliq. Baliqda omega 3 yog' kislotalari hamda yarim to'yinmagan yog' kislotalari ko'p miqdorda bo'lib, aynan o'smirlar va go'daklarning aqliy rivojlanishida katta ahamiyatga ega. Yana baliq moyi tarkibidagi kalsiy, fosfor, raxit va osteoporoz kasalligida qoni foydadir. 5-dan, qovoq urug'i. Qovoq urug'ida bosh miyasi uchun foydali rux moddasi A, C va E vitaminlari mavjud. Rux qonda to'qima regeneratsiyasi uchun mas'ul. Insulin hosil bo'lishini va mushaklar qisqarishini boshqaradi. Rux ta'm va hid sezgisi buzilishini tiklashda yordam beradi. 7-dan, guruch. Guruch tarkibida organizm uchun oziq bo'ladigan moddalar: karotin, vitamin R, minerallar, folik kislotasi, organizm uchun kerakli bo'lgan hujayralar, aminokislotalar mavjud. Ular asosan qon aylanish tizimini yaxshilaydi. Qon aylanish tizimi yaxshi bo'lgan tanada miya faoliyati ham joyida bo'ladi. Bundan qiziqarli ma'lumotlar uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Qon bosimi, yurak kasalliklari, gipertoniya, yurak xuruji, insult, qon aylanishi bilan bog'liq muammolar. Endi barchasining tabiiy davosi bor. Resveratrol kompleksi va roo'ybosh choyi. Bularning ikkisi ham eng kuchli antioksidantdir. Resveratrol kompleksi tarkibida uzun po'sti va danaga, kakao, igna barglaridan olinadigan fitaleksin moddasi bor. Roo'ybosh choyi esa A va C vitaminlari, kaliy, kalsiy, magniy va temir manbasiga boy. Resveratrol kompleksi yurak-qon tomir kasalliklarini yengishingizda tabiiy vositadir. Resveratrol kompleksi faolligi jihatidan C vitaminidan 20 marta, E vitaminidan 50 marta kuchlidir. 2 piyola roo'ybosh choyi esa 13 sutkalik temir moddasiga bo'lgan ehtiyojni qondiradi. Mahsulot sertifikatlangan. Batafsil ma'lumot uchun bepul konsultatsiya oling va hoziroq bizga qo'ng'iroq qiling.